Davom etamiz. Ikkinchi iqtibosimiz Nasim Talebdan. Agar sen oson zerikayotgan bo'lsang, demak seni axlat aniqlaydigan sensoring yaxshi ishlayapti. Agar sen bir unutayotgan bo'lsang ba'zi narsalarni, demak seni miyang filtr qilishni biladi. Agar sen xafalik his qilayotgan bo'lsang, demak sen insonsan. Uzun iqtibos bitta-bitta sharhlaymiz. Zerikish birinchisi. Zerikish nima? Zerikish o'zi qiziqish nima? Shundan boshlaylik. Qiziqish bu olinayotgan ma'lumotni inson qayerda ishlatishni bilishi. Ana shu, sodda. Ya'ni interest, qiziqish bu inson o'rganayotgan narsasini qayerda ishlatishni biladi. Eng kamida kimgadir aytib beraman deydi. Eng kamida dunyoqarashim kengayadi deydi. Eng kamida olib turib mashina orqali pul topaman deydi. Tanish orttiraman deydi. Ana qizga uylanaman deydi yoki men ishimni bitirib olaman deydi yoki vaqtim zo'r o'tadi deydi. Ya'ni inson qachon bir narsaga qiziqadi, qachon miyasi o'zi ongli bilish shart emas. Miya bilsa ham yetarli. Miya o'sha ishni, o'sha bilimni, informatsiyani qayerda ishlatishni bilsa. Demak, siz zerikayotgan bo'lsangiz, demak sizga bu kerak emas. O'rganayotgan narsangiz. Ya'ni bu o'sha BS detektor degan axlat degani bu. Ya'ni siz o'rganayotgan narsa siz uchun axlat nima degani? Axlat kerak emas narsa degani. Lekin biz tashlayotgan axlatlarni kimdir olib ketadi-ku. Misol uchun butilgani alohida ajratamiz, shishani alohida ajratamiz, baklashgani alohida. Kimdir oladi shuni, qayerdir keyin ishlatadi. Demak, bizga keraksiz bo'lgan narsa kimgadir kerakli. Siz uchun axlat nima? Sizga kerak bo'lmagan narsa. Ana shu miyangiz to'g'ri ishlayapti degani, sizga kerak emas narsada siz zerikish bor. Uxlab qolyapsiz mana shu gaplarda, iqtibos loyihamizda. Bu meni aybim, avvalo qiziqarli gapira olmayapman. Lekin siz noto'g'ri joydasiz, balki topkur. Sizga bu narsalar kerak emas. Siz eshitayotgan, men gapirayotgan narsani qayerda ishlatishni bilmayapsiz. Hayotingizda zerikmaysiz yoki qiziqmaysiz. Shu narsa ikkitasidan bittasi bo'lsa, menimcha mana shu gap sizga qiziqarli bo'lmaydi. Hozir mana shu iqtibos loyihasini ko'rib turibsiz, shu minutgacha yetib keldingiz, rahmat, siz 50% ichidasiz. Endi mana shu gaplarni gapiryapman o'rniga men sizga hozir fizika haqida gapirishni boshlasam, nimaga mana bu telefonni tashlasam, planshetdan sekinroq tushadi deb tushuntirishni boshlasam, ketib qolishni boshlaysiz. Kerak emasda qayerda ishlatasiz, bilmaysiz. Lekin muhandisga gapirsam, balki topkursan ertaga raketa uchirmoqchisan, qara. Mana bu ikkita har xil obyekt har xil balandlikda tushadi. Bu kattaroq bo'lgani uchun yer buni qattiqroq tortadi deb tushuntirsam, o'tiradi. Demak, bundan nima xulosa olamiz? Bir narsaga bir odamni qiziqtirmoqchimisiz? Unga qayerda kerakligini tushuntirib qo'yishingiz kerak shu narsa. Hey, mana bu yerda kerak bo'ladi senga. Uylanayotganda kerak bo'ladi siz. Mana shunda o'tiradi. Uylanayotganlar men kerak emas, uylanib bo'lganman deydi. O'shaning uchun hozir istalgan kurs sotmoqchi bo'lgan odam hammaga kerakli gapni ishlatadi. Boyib ketmoqchimisiz? Demak. Baxtli bo'lmoqchimisiz? Demak. Sog'lom bo'lmoqchimisiz? Demak. Nima qilish muhimligi qiziq emas. Shunchaki u hammaga kerak-da, o'shaning uchun qiziq o'sha mavzu. Lekin xotirjam bo'lmoqchimisiz? Demak desam, xotirjam bo'lish hammaga ham qiziq emas. Yo'q. Shuning uchun miya o'ziga kerak bo'lgan shuni filtr qilib oladi. Demak, zerikib olsam bir narsadan yerda ikkita muammo bor. Birinchisi, o'sha o'qiyotgan narsa sizga kerak emas hozir. Miyangiz bilyapti o'sha narsani. Sizga bu narsa kerak emas. Qayerda ishlatishni bilmaysiz va ishlatmadingizmi sizdan chiqadi. Ikkinchisi, o'rgatayotgan odam shuni sizga nega kerakligini tushuntirib bera olmayapti. Bitta odam safar ketyapti, uzoqqa, Buxoroga ketyapti. 12 soat, 14 soat borish kerak poyezdda. Va unga oldingizda kompas berib yubordingiz. Bersiz, u tashlab yuboradi, kerak emas deydi. Lekin siz o'tirsangizda menga qara. Buxorodan tushganingda borgan o'rtada poyezd to'xtab qoladi va sizlarni tushiradi. Tushirgan joylarda adashib qolsanglar, shaharni topib borib yo'q borish kerak bo'lganda kompasda mana bu nuqtaga qarab yurasan desangiz, bu olaman. Mabodo poyezd to'xtab qolsa deb oladi. Yoki olasizda qo'yiga baklashkada suv berasiz. Qara,
o'zi suv beradi poyezdda, lekin bitta joyi bor, to'xtaydigan joyi bor. O'sha yerda suv olish mumkin emas. Sen 2 soat chanqab qolasan. O'sha joyda kerak bo'ladi. "Man ol" tushuntirsangiz, "Ha, oladi" oladi. Demak, bilimni ham biz berayotganda, qayerda kerak, "O, menga qara, men mana narsani eslab qol, mana bu yerda kerak bo'ladi" desa, "Ha, ishladi." Demak, men sizga aytayotgan narsam hozir zerikayotganingizda kerak bo'ladi. Bu filtr. Ajrating. Zerikyapsizmi? Hozir emas demak. Hozir payti emas. Payti keladi, eshitasiz. O'qituvchining ham aybi bu. Siz nimaga kerakligini tushuntirib bera olmayapti. Ikkinchisi, agar ba'zi narsani unutib qo'ydingizmi? Demak, filtr qilishni biladi miyangiz. Odam o'ziga muhim narsani esdan chiqarmaydi. Endi statistika bo'yicha O'zbekistonda 10 milliondan oshiq, 15 millionga yaqin odam Instagram ishlatadi. Demak, sizlar ham ishlatasizlar. Instagramdan misol keltiraman. Instagramda bitta qizni doim kuzatasiz. Asosiysi yigitlar kuzatadi, shancha qizlardan misol. Doim rasmlariga like bosasiz. Istoriyalarni o'tkazib yubormaysiz. Va u qiz aytdiki, "Gapim bor, uchrashaylik" dedi. Seshanba kuni soat 4 da. Endi hali uchrashuv esingizdan chiqib qoladimi? Kalendarga yozib, soatlarini qo'yib, dumaloq qilib, budilnik qo'yadi soat 2:00 ga esimdan chiqib qolmasin, shu kimdir uni chaqirib qolmasin, boshqa desa. O'sha himoya qilinadi atrofi. Kutiladi. O'zi birinchidan o'ylaydi, "Men bu menga yozdi. Nima qilibdi? Taklarimni ko'rganmikan?" Unutmaysiz-da, esingizdan chiqmaydi-da. Keyin maktabdagi o'qituvchingiz soat ertaga o'sha seshanba kuni 3 ta vazifani qabul qilaman, ha? Shuni tayyorlab kelgin deb aytib qo'ydi, biroz. 1 soat farq ikkala uni. Parvoyingiz ham yo'q. Ustoz keldi, "Ha, qani vazifani qildinglar, men sizlarga o'tgan safar aytdim" desa, "A? Vazifa? Aytdimmi" deysiz? "Ha?" deysiz. Ha, u qayerda? U xotirasi past, espas deymizmi shu bolani? Uchrashuv umuman xayoldan chiqmadi-ku. 15 ta kamda borib olgan ikkida. 2:00 dedi-ku. 00 dedi, to'g'rimi? 00:00 ga keladi. Raqamlargacha esida. Nuqta virgullargacha esida. Lekin u vazifa esida yo'q. Qizuv, o'ziga qizuv fan bo'lsa esida bo'ladi. Qizuv fan bo'lmasa esida bo'lmaydi. Demak, xotirangizga bir narsa joylashib qoldimi? Ha. Miyangiz yaxshi filtr ishlayapti. Unutib yubordingizmi? Unaqa muhim bo'lmagan ekan. Bitta o'rtog'ingiz uchrashaylik dedi. Ha, rozi bo'ldingiz, ertaga 3 ta gaplashaylik dedingiz. 3 ta esingizda yo'q. Demak, u unaqa muhim emas ekan. Sizga ham nisbatan kimdir nimadir dedi, esdan chiqib qoldi. Miyasi filtr qilib yubordi uni. Filtr qilib yubordi. Bu normalniy qabul qilish kerak. Normalniy, yaxshi qabul qilish kerak. Miya o'zi avtomat qilib tashlaydi buni, odam ongli qilmaydi. Muhim narsalar esdan chiqmaydi barkitobkor. Muhim qo'ng'iroqlar esdan chiqmaydi. Muhim uchrashuvlar esdan chiqmaydi. Muhim vazifalar esdan chiqmaydi. Bu iqtibos, o'tgan safar ham iqtiboslarimizda gaplashgandik, mana o'zimga ham tegishli. Juda ko'p narsalarni men o'sha kalendarda ushlab yuraman, juda ko'p narsalarni mas'uliyat qilib olganman. Esimdan chiqib qoladiganlari bor. Esimdan chiqib qoladiganlari miya meni filtr qilyapti. Lekin men vazifam bo'lgani uchun qilaman u narsani, lekin men bilaman u asli eng muhim, eng xohlagan narsam emas. Sizda ham demak shunaqa. Esingizdan chiqib qolyaptimi? Demak shu narsa unaqacha o'ylang. Keyingi qismi iqtibosni xafa bo'layotgan bo'lsang, inson ekansan. ChatGPT bilan hamma gaplashib ko'rgan bo'lsa kerak. Biz auditoriyamiz ishlatishni biladi-yu. Xafa qilib ko'rdinglarmi hech? Xafa bo'lib, arazlab savol yozsangiz, "Men xafa bo'lganman, 1 soatdan keyin yoz. Qaror, gaplashmayman sen bilan" deb. Yoki, "Ne unaqasan? Qo'y Ibrohim, men sen bilan gaplashmayman, bo'ldi. Sana Asadbekga aytib beraman" deb. Bo'ldi, 3 kun ko'zimga ko'rinma, savollaring robot-ku. To'g'rimi? Yoki mushukni tors etib uyingizda urmanglar, lekin nabog'da urib ko'rgan bo'lsangiz, tors etib uring-da. Vaa deb baqirib yig'lab ketadi, mushuk ham, kuchuk ham. Keyin shunday boshini silang. Ho qiladi, ya'ni kechirib yuboradi. Voy, hozir uruvdi mana shu sani boshingga. Yoki tovuq, men yoshligimda shunaqa qilardim. Tovuqdan olib turib, pop rosa yugurtirardim, rosa qiynayirdim-da. Keyin ushlab olib turib, dom berib, sekin kelaverardi oldimga. Boshini silsam, qoq qo'yardi. Hozir quvladim, hozir patani yuldim-da, yo'masam, tosh otdim-da. Endi yoshligimizda hamma narsa qilganmiz. Nimaga? Hayvon xafa bo'lmaydi, esdan chiqarib yuboradi. Robot, ChatGPT mana yoki shunga o'xshagan yuzlab robotlar bor. Xafa bo'lmaydi, esdan chiqarib yuboradi. Xafa bo'lish insonga xos.
va bu hayotingizga rang berib turadi. Xursandchilikni qadriga yetasiz. Xotirjamlikni qadriga yetasiz. Xafa qilmaydiganlarni qadriga yetasiz. Qalbingiz shakllanadi. Xafa bo'ling, bu yaxshi, bu okey bu. O'tib ketadi bitta uxlasangiz. Kechirimli bo'lish uchun ham inson xafa bo'lib turishi kerak. Hozir nimaga bu iqtibosni Taleb o'zi aytgan, qo'shgan xafalik haqida va men oldim. Xafa bo'lish epidemiyasi ketyapti hozir. Ya'ni xafa bo'lishga qarshi kurashish epidemiyasi ketyapti. Prozac degan dorilar bor Amerikada. Yozishadi. Ha depressiyadamisan, xafamisan, antidepressantlar, ma ichma, xafa bo'lib yurish mumkin emas. Bu patologiya, bu kasallik, ADHD, bu rasstroystvo, buni ichma deb davolashga harakat qilib, davolama, bitta uxlasa o'tib ketadi. Xafa bo'lish bu okey, bu normal. Ya'ni bu odamga xos narsa. Insonmiz biz. Bunga shubha qilayotgan bo'lsangiz, uyingizda istalgan hayvonni oling. Chuvalchang eng kichkinasi, eng kattasi tovuq, mushuk, hayvon, mol, qo'y. Xafa qilingda, keyin 1 daqiqadan keyin endi odamda-chi, odamda xafa qilingda, yaxshilab xafa qilib urishib, "Voy, sen insonsiz, dabdalasan, men sendan nima ko'rdim" deb turib xafa qilib yaxshilab, keyin 1 daqiqadan keyin telefoningni berib tur, men bir kun tutay deb qo'ying. O'ta yaqqa deydi. Yoki ignor qiladi. Sen gapirdingmi menga? Yana gapirdingmi? Shunaqa qiladi. Ya'ni insonmiz, shunisi bilan qiziq. Xo'p, nima savollar bor bu iqtibos bo'yicha? Ha. Xo'p, endi biz ikkita tomondan yechim so'rashdi. Yechim ikki tomondan beramiz. Birinchisi, xafa bo'ldingiz nima qilish kerak? Sizni xafa qilishdi, xafa bo'ldingiz. Misol uchun telefon ko'tarmadi, xafa bo'ldingiz. Bir joyga chaqirdingiz, to'yingizga, oshingizga xafa bo'ldingiz va kelmadi. Misol uchun xafa bo'ldingiz. Yoki yaxshilik qiluvdingiz, kerak emas dedi. Kitob sovg'a qiluvdingiz, olmadi. Yaxshilik nimadir qildingiz, misol uchun qabul qilmadi. Xafa bo'ldingiz. Xafa bo'ldingiz, nima? Siz xafa bo'luvchi sizsiz. Nima qilish kerak? Avvalambor biz iqtibos loyihasidan maqsad o'zimizni tahlil qilish. Ko'p aytganmiz buni. Tahlil qilamiz. Nimaga xafa bo'ldik? Inson 2-3 narsadan xafa bo'ladi. Ya'ni birinchisi bu o'zini qadri tushganidan xafa bo'ladi. Shumi? Yo'q, meni aniqlab olishimiz kerak. Telefonim ko'tarmadi, voy, meni mensimayaptimi? Men to'yimga kelmadi, voy. Anaqami? Meni mensimayaptimi? Men sovg'am olmadi, voy, meni mensimayaptimi? Siz ego uchun xafa bo'lasizmi? O'zingiz uchun xafa bo'lasizmi? Mensimadi, meni odam o'rnida ko'rmadi. Bumi? Ikkinchisi, siz o'sha odam uchun xafa bo'lasiz. Ya'ni shu odam bilan munosabatingiz uchun xafa bo'lasiz. Ya'ni men telefonim ko'tarmadi. Shu biz unchalik yaqin emasmizmi? Nahotki? Men yaqinmiz deb o'yladim. deb xafa bo'lasiz. Yoki to'yim kelmadi, voy. Mana muhim ish chiqib qolgandir, to'g'ri. Lekin shu muhim ishidan, demak, mendan muhim ishlar, demak, biz unchalik yaqin emasmiz. Xafa bo'lasiz. Ya'ni kutilmazdagi bo'lmadi. Xafa bo'lishni asosiy sababi kutgan narsangiz bo'lmadi. Kutgan narsangiz o'sha odamga nisbatan kutgan narsangiz bo'lmadi. Bu yerda endi ikkita narsa qilishimiz mumkin. Tahlil qilishimiz kerak. Kutilmamiz nega noto'g'ri? Tahlil, nimaga men uni shunchalik yaqin oldim? Gapiga ishonib qo'ydimmi? Yoki men tez yaqin bo'lib ketdimmi? Yoki u shoshib qo'ydimi? Ikkinchisi,